Aziz ko'ruvchilar, El Medianing hurmatli ixlosmandlari. Mana endi men oldimga yana bir qadrdon yosh yigitimiz bor. Bulardan ham so'raymiz. Qaysi shaklda kelibdilar, qayerdan kelibdilar, oyo bu konsertda ko'rdilar, san'atkorlarimizni qo'shiqlarini ko'rdilar. Xushlari keldimi, kelmadi? Xo'p, ukajon, bo'ladi boshlab siz aziz ulkadoshlarimizga o'zingizni ma'rifiy qilsangiz. Boshqa assalomu alaykum deyman sizga va siz orqali hurmatli ko'ruvchilarga va butun turkistonlik millatdoshlarimizga o'shanday siz so'ringizga savol qilib o'tdingiz, nerdan kelibdilar, kimdilar? Meni otim Fayzullo, Turko'g'li oilaviy otim. Men Fayzullo Turko'g'liman, Turkistonning Faryab viloyatidan bo'laman. Tunav kunlab biz tushsanlari Frankfurtdan Hamburg tomonga chiqdik. Shubhasizki xalqimiz Ulug' Turkiston san'atchisini yaxshi taniydi va barchalari ovozlari bilan kecha uxlab qoladi desa ham to'g'ri keladi. Buning uchun ko'nglimizga yer olgan na balki yolg'iz meni, butun xalqimizni, turkistonliklarni ko'ngliga yer olgan. Bugun ancha qilib maza qilib qo'shiqlarini eshitdik, juda ham yaxshi o'tdi hozirgacha. Umid etamiz butun millatdoshlarimiz bilan qolgan soatlarimiz ham Turkiston birligi nomini ostiga bo'lgan ushbu jamg'armani qilgan zahmatlari, fidokorligi, sa'y-harakatlari bilan qolgan soatlarimiz ham juda yaxshi o'tsin. Marhamat sizga. Sog' bo'ling, siz Frankfurtdan kelgansizmi? Xuddi shunday, bizlar Frankfurt, ya'ni Hessen eyolatiga tegishli bo'ladi. Frankfurtdan kelganmiz va baxsha tengdoshlar, do'stlar ham bor. Rahmat. Men ilgari konsertga ham sizni ko'rgan edim va ko'p yaxshi his tuyg'u bilan u konsertga boshqa yoshlarimiz bilan kelgan edingizlar, olqishladingizlar san'atkorlarimizni. O'shandayki siz Frankfurtdan harakatga boshladingiz, bu tomonga keldingiz. O'sha hissizni aziz ko'ruvchilarga bayon qiling. Bizni hurmatli turkistonlik millatdoshlarimiz ham ijtimoiy tarmoqlar orqali alohida bizni ozgina bo'lsa xalqimizda TV adreslaridan ko'rgan. Bizlar juda bir o'sha tuyg'u bor edi milliy san'atchimizga qarshi, u tuyg'uni tom bo'laroq yoshadi. Buning uchun aytdik, bu bizga oltin bir chans. Bu oltin chansni qo'ldan bermamoq uchun, qaytadan takrordan eshitmoq uchun Hamburgga huzur topdik va sizlar millatdoshlarimiz bilan ham shu hozirgacha juda maza qilganmizda. Mashalloh. Yana ham orzu qilamanki sizga qolgan barnoma xush o'tsin. Uloqon rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.